Sedana haqida payg'ambarimiz nima deganlar? Alaykum bihadihil habbatis sauda fa inna fiha shifa min kulli da'in illa sam. O'zingizga bu sedanani lozim tuting. Albatta unda o'limdan boshqa narsaga shifo bor. Sizlar biz olib ishlatayotgan aptekani dorilari birodarlar, shu doktorlarning o'zlarini gapi, bir joyingizga foyda bo'lsa, bir joyingizga zarar. Yaxshi uyqudarni bittani ichasiz, yaxshi uxlaysiz, xotira nima bo'ldi? Falon ukolni olasiz, beringizni tikka qilib qo'ydi, jigar nima bo'ldi? U dorilarda bir tomoni dori bo'lsa, bir tomoni zarar birodar. Ammo tabiiy narsalar faqat foyda bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sedanani shunday fazilati borligini aytibdi. Bunga o'xshagan hadislar juda ko'p. Va ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Payg'ambarimiz havoyi xohishi bilan gapirmaydi. Rasululloh nimani aytayotgan bo'lsa vahiy bo'ladi.